Assalomu kanalımızda a'zolari, bizlarga ko'pdan kutilgan miltiq qiyinli rogatka keldi. Uzunluğu 1,5 metrlik bo'ladi. Полностью temir. Bunun komplektinde balık atатын katushkasi bo'ladi, и коллиматорский прицели bo'ladi. Bunday rezinkadan 4 o'likdan 2 par rezink bo'ladi. Balık atuga drotiklarda bo'ladi. Bunun o'qlanu tartibi bunday bo'ladi. Полностью bunday tartasan, udari da kuchli. Bu oldingi kiygan termil miltiq qiyinli rogatkalardan o'g'i da kuchli. Buni bir atib sinab ko'ramiz endi. Kimga bunday miltiq qiyinli rogatkalar kerak bo'lsa, Afot Targ'ibot magazinga kelib, xabarlasa berasiz.